Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ularning farzandlari. Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. Rasmiy hujjatlar bo'lmasa, pensiyaga qo'shimcha haq ustama yoki qayta hisob-kitob avtomatik tarzda qo'shib berilmaydi. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki bitta yo'qolgan ma'lumotnoma, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki bitta noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat oyma-oy olinadigan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zan odamlar men falon joyda ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisoblashda hamma biladi degan gap emas, faqat hujjat ishlaydi. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiyaga chiqayotgan bo'lsa yoki kelajakda o'zingiz pensiya hujjatlarini topshiradigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va rasmiy hujjatlar bo'yicha oddiy tilda tushuntirish berib boraman. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Fuqaro yillar davomida ishlagan, qo'shimcha ishlar qilgan. Ba'zan zararli sharoitda mehnat qilgan, ba'zan mukofotlangan, ba'zan qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan. Lekin pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash vaqtida bu holatlarning hammasi pensiyaga qo'shilmay qolgan. Sabab bitta. Buni tasdiqlovchi hujjat yo'q yoki hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Oldin odamlar ko'proq mehnat daftarchasiga suyanardi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, ish staji tasdiqlanadi deb o'ylardi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin har doim ham yetarli emas. Chunki ish staji ish haqi, lavozim, ish sharoiti, ustama olishga asos bo'ladigan holatlar alohida tasdiq talab qilishi mumkin. Ayniqsa, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, buyruq nusxasi, harbiy xizmat hujjati, o'qish yoki parvarish davriga oid hujjatlar kerak bo'ladigan vaziyatlar bor. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda yuritilmoqda. Bu yaxshi, chunki ayrim ma'lumotlarni davlat organlari o'zaro almashadi. Lekin hammasi bazada bor ekan deb xotirjam bo'lib o'tirish ham xato. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshlarida ishlagan davrlar, yopilib ketgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar, sobiq kolxoz, shirkat xo'jaligi, xususiy korxona qurilish brigadasi, mavsumiy ishlar bo'yicha ma'lumotlar bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Shunda sizning pensiyangizni hisoblayotgan organ faqat mavjud va tasdiqlangan ma'lumotga tayanadi. Tasdiq bo'lmasa, o'sha davr yoki o'sha daromad hisobga olinmasligi mumkin. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya masalasida rasmiylik talabi kuchaygan. Davlat organlari ham, pensiya jamg'armasi bo'limlari ham og'zaki gap, qo'shnining guvohligi, sobiq rahbarning telefonda aytgan so'zi bilan pensiyani oshirib bera olmaydi. Buning sababi oddiy. Pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi. Har bir so'm hujjat bilan asoslanishi kerak. Agar xodim hujjatsiz qo'shimcha hisoblab bersa, keyinchalik tekshiruvda bu noqonuniy deb topilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, mas'ul xodim javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun men bugun alohida urg'u beraman. Pensioner menga qo'shimcha chiqish kerak desa, birinchi savol shunday bo'ladi: qaysi hujjat asosida? Masalan, ish staji ko'payishi kerakmi? Unda stajni tasdiqlovchi hujjat kerak. Ish haqi yuqoriroq bo'lgan davr hisobga olinishi kerakmi? Unda o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi kerak. Nogironlik guruhi bo'yicha ustama yoki alohida imtiyoz bo'lishi kerakmi? Unda tibbiy mehnat ekspertiza hujjati kerak. Qaramog'ida shaxs borligi uchun qo'shimcha to'lov kerakmi? Unda qaramlik holatini, qarindoshlikni, mehnatga layoqatsizlikni tasdiqlaydigan hujjatlar kerak. Birinchi navbatda mehnat faoliyati turli joylarda bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir odam 10 yil zavodda, 5 yil xususiy firmada, 3 yil dehqon xo'jaligida, 4 yil bozorda patent asosida ishlagan bo'lishi mumkin. Jami 22 yil ishladim deydi. Lekin pensiya hisobida shu 22 yilning hammasi ko'rinmasligi mumkin. Chunki har bir davr uchun alohida tasdiq kerak bo'ladi. Zavod bo'yicha mehnat daftarchasi va arxiv bor. Xususiy firma yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Dehqon xo'jaligidagi mehnat shartnomasi topilmasligi mumkin. Patent asosidagi faoliyat bo'yicha soliq to'lovlari va ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, OPA 1988 yilda 1936 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin boshqa nomga o'tgan, keyin xususiylashtirilgan, keyin tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor.
lekin ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Agar pensiya hisobida yuqori ish haqi davrini tanlash kerak bo'lsa, o'sha yillardagi ish haqi arxivdan olinmasa, pensioner foydali hisob-kitobdan mahrum bo'lishi mumkin. Natijada pensiya har oy 2000, 7000, ba'zan undan ham ko'proq kam chiqish ehtimoli bor. Bu bir oyda ozdek ko'rinadi, lekin bir yilda 20 million so'mdan oshib ketishi mumkin. Uchinchi guruh zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, erkak kishi konchilikda, kimyo zavodida, metall ertishaksida, issiq sexda yoki sog'liq uchun xavfli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday davrlar ayrim holatlarda pensiya huquqiga, stajga yoki imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda faqat men og'ir joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, seks, ish sharoiti, buyruq, attestatsiya, ro'yxatlar va tashkilot ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasida oddiy qilib ishchi deb yozilgan bo'lsa, lekin aslida u zararli sexda ishlagan bo'lsa, buni qo'shimcha hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. 4-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi davrida ishlamagan yoki ish joyi uzilib qolganlar. Ko'pchilik onalar men bolalarimni katta qildim, bu ham hisobga olinadi deb o'ylaydi. Ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, tegishli arizalar, ayrim holatlarda boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, davrlarni qo'shishda muammo chiqadi. Masalan, ona 3 farzandni tarbiyalagan, lekin bitta farzandning tug'ilganlik guvohnomasi yo'qolgan yoki familiya o'zgargan, nikoh guvohnomasi bilan bog'lanmagan. Bunday mayda ko'ringan holatlar pensiya ishida katta to'siqqa aylanadi. Agar sizning barcha ish faoliyatingiz rasmiy bo'lgan, mehnat daftarchasida yozuvlar aniq, ish beruvchi hanuz faoliyat yuritayotgan, maoshlar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalarda to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, xavotir kamroq bo'ladi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ba'zan faoliyat yuritayotgan korxonalarda ham arxiv bo'limi hujjatni noto'g'ri beradi. Lavozim nomini qisqartirib yozadi. Ishga kirgan yoki bo'shagan sanani noto'g'ri ko'rsatadi. Bir kunlik farq ham ayrim hisob-kitoblarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuningdek, agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlar elektron tizim orqali to'g'ri o'tgan bo'lsa, muammo kam bo'ladi. Lekin pensiya tayinlangandan keyin ham yangi hujjat topilsa, qayta hisoblashni so'rash mumkin bo'ladigan holatlar bor. Masalan, avval topilmagan arxiv ma'lumotnomasi keyin topildi. Yoki avval hisobga olinmagan ish staji bo'yicha buyruq nusxasi chiqdi. Bunday vaziyatda endi kech bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Muhimi, hujjat rasmiy bo'lsin va ariza bilan murojaat qilinsin. Birinchi misol. Akmal aka 62 yoshda pensiyaga chiqdi. U 1995 yildan 1994 yilgacha qurilish tashkilotida, 1995 yildan 2002 yilgacha xususiy korxonada ishlagan. Pensiya hisobida qurilish tashkiloti davri kirdi. Lekin xususiy korxona davrining bir qismi kirmadi, chunki mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Korxona yopilgan. Arxiv ma'lumoti yo'q. Akmal aka men o'sha yerda ishlaganim rost deydi. Men unga tushuntiraman, rost bo'lish boshqa, pensiyaga kiritish uchun isbot boshqa. U soliq to'lovlari, ish haqi qaydnomalari, buyruqlar. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini izlab topish kerak. Shundan keyin qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa pensiya oladi. Lekin u sobiq maktabcha ta'lim muassasasida 12 yil ishlagan, davrida maosh nisbatan yuqori bo'lganini aytadi. Pensiya tayinlashda esa pastroq ish haqi davri olingan. Sababi, yuqori maosh bo'lgan yillar uchun ma'lumotnoma taqdim qilinmagan. Agar u arxivdan yoki tashkilotdan o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini olsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin ma'lumotnomada oyma-oy ish haqi, tashkilot rekvizitlari, rahbar va buxgalter imzosi, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi muhim. Uchinchi misol, Bahrom aka harbiy xizmatni o'tagan, keyin ishga kirgan. Pensiya hujjatlarida harbiy xizmat davri ko'rinmay qolgan. U harbiy biletim uyda bor edi, lekin topshirmaganman deydi. Natijada staj kamroq hisoblangan. Bunday holatda harbiy bilet mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma yoki tegishli arxiv tasdig'i kerak bo'ladi. Hujjat topshirilgandan keyingina ushbu davrni hisobga olish masalasi ko'riladi. 4-misol. Munira opa farzandi nogironligi bo'yicha ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin deb eshitgan. Lekin u tibbiy hujjatlarni yangilamagan. Nogironlik muddati tugagan yoki ba'zida aks etmagan.
Bunday vaziyatda pensiya organi qo'shimcha haqni faqat eshitgan gap asosida bermaydi. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi, nogironlik guruhi amal qilish muddati. Qarindoshlik hujjatlari to'liq bo'lishi kerak. Pensionerlar ko'pincha qo'shimcha haq deganda hamma narsani bir xil tushunadi. Aslida turli holatlar bor. Ba'zida pensiya staj ko'paygani uchun oshadi. Ba'zida ish haqi ma'lumotlari aniqlangani uchun oshadi. Ba'zida qonunchilikda belgilangan ustama, kompensatsiya yoki imtiyoz sababli qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Ba'zida esa pensiya miqdori minimal darajaga yetkazish mexanizmi orqali o'zgaradi. Har birining asosi alohida. Masalan, ish staji bo'yicha qo'shimcha olish uchun sizning qo'shimcha ishlagan yillaringiz tasdiqlanishi kerak. Ish haqi bo'yicha foydali hisob uchun maosh ma'lumotnomasi kerak. Nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar uchun tibbiy va oilaviy holat hujjatlari kerak. Urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, mukofotlangan shaxs. Alohida toifadagi fuqarolar bo'yicha imtiyozlarda esa tegishli guvohnoma, farmon, qaror yoki vakolatli organning tasdig'i bo'lishi shart. Eng katta xatolardan biri odamlar nusxa hujjatni yetarli deb o'ylaydi. Oddiy kserokopiya har doim ham asos bo'lavermaydi. Hujjatning asli notarial tasdiqlangan nusxasi yoki vakolatli organ tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, eski buyruqdan telefonda rasmga olingan suratni olib borish yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda sana raqam, imzo, muhr aniq ko'rinishi, hujjat qayerdan olingani tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi xato, familiya, ism. Otasining ismi o'zgarishini bog'lovchi hujjatlarni bermaslik. Ayollar turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda boshqa yozilish bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizim bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savolga javob topa olmaydi. Bunday holatda pensiya organi hujjatni qabul qilmay turishi mumkin. Uchinchi xato. Korxona tugatilgan bo'lsa endi hujjat yo'q deb taslim bo'lish. Har doim ham bunday emas. Tugatilgan korxonalarning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivlariga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjatlar huquqiy voris korxonada saqlanadi. Ba'zan soliq organlari, statistika, bandlik yoki boshqa idoralarda iz qolgani bo'ladi. Men tavsiya qilaman, avval korxonaning to'liq nomi, manzili, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, rahbar nomi, bo'lim yoki sex nomini yozib oling. Shundan keyin arxivga murojaat qiling. 4-xato, ariza yozmasdan og'zaki so'rash. Og'zaki murojaat ko'pincha natija bermaydi. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borganingizda albatta yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon davr bo'yicha yangi hujjat taqdim etyapman deb aniq yozing. Ariza ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Shunda javob muddati, mas'ul organ va natija bo'yicha rasmiy yo'l paydo bo'ladi. 5-xato. Qo'shimcha pulni o'tgan yillardan boshlab to'lab berishadi deb o'ylash. Har bir holatda to'lov qaysi sanadan hisoblanishi qonunchilik va murojaat sanasiga bog'liq bo'ladi. Agar hujjat kech topshirilsa, qayta hisoblash ham ma'lum tartibda amalga oshiriladi. Shuning uchun hujjat topilishi bilan darhol murojaat qilish kerak. 1 yil kutish, 2 yil kutish, keyin boraman deyish sizga zarar bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik hujjatlari, mukofot yoki faxriy unvon guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud qarorlari bo'lsa, hammasini ajrating. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni birma-bir tekshiring. Har bir ishga kirgan sana va bo'shagan sana aniqmi? Muhr o'qiladimi? Lavozim yozilganmi? Buyruq raqami bormi? Korxona nomi to'liqmi? Agar qaysidir yozuv tushunarsiz bo'lsa, o'sha joy bo'yicha qo'shimcha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bugun e'tibor bermagan bitta xira muhr ertaga sizning bir necha yillik stajingizni savol ostida qoldirishi mumkin. 3-qadam. Ish haqi bo'yicha eng foydali davrlarni aniqlang. Qaysi yillarda maoshingiz yuqori bo'lgan? Qaysi korxonada rasmiy oylik yaxshi chiqqan? O'sha davrlar bo'yicha arxiv yoki ish beruvchidan ma'lumotnoma so'rang. Ma'lumotnomada oylar kesimida ish haqi ko'rsatilishi, hujjat kim tomonidan berilgani aniq bo'lishi kerak. Agar siz faqat falonchi ishlagan degan ma'lumotnoma olsangiz,
bu ish haqi hisobiga yetmasligi mumkin. 4-qadam. Yopilgan korxonalar bo'yicha arxiv izlang. Tuman yoki shahar davlat arxiviga murojaat qiling. Agar qayerga borishni bilmasangiz, hokimlik, adliya organlari, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan yo'nalish so'rang. Arizangizda korxona nomini iloji boricha to'liq yozing. Masalan, ikki qurilish boshqarmasi deyish o'rniga qaysi vazirlikka qaragan, qaysi tumanda bo'lgan, taxminiy yillarni ko'rsating. Bu arxiv xodimiga izlashni osonlashtiradi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga rasmiy murojaat qiling. Hujjatlarni shunchaki ko'rsatib ketmang. Ariza yozing, ilovalar ro'yxatini kiriting, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqam oling. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini saqlang. Agar elektron yuborsangiz, javob keladigan manzil va telefon raqamingiz to'g'ri ekanini tekshiring. 6-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar qayta hisoblash rad etilsa, sababini yozma shaklida so'rang. Hujjat yetarli emas, ma'lumot tasdiqlanmadi, ushbu davr qonunchilik bo'yicha hisobga olinmaydi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, qo'shimcha hujjat topasiz. Agar huquqiy masala bo'lsa, mutaxassisdan maslahat olasiz. Agar xatolik bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. 7-qadam. Hujjatlaringizdan nusxa oling va aslini ehtiyot qiling. Arxiv ma'lumotnomasi, eski buyruq, mehnat daftarchasi kabi hujjatlar yo'qolsa, qayta tiklash qiyin bo'lishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Bitta papkada asl hujjatlar, alohida papkada nusxalar tursin. Telefoningizga ham sifatli rasmga olib qo'ying. Lekin bilingki, telefon rasmiy hujjat o'rnini har doim ham bo'lsa olmaydi. Ayrim pensionerlar ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerlar uchun ham qayta hisoblash va qo'shimcha staj masalalari alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Lekin bu yerda ham ish beruvchi siz uchun rasmiy to'lovlarni amalga oshiryaptimi? Mehnat shartnomasi bormi? Ma'lumotlar bazaga tushyaptimi? Shular muhim. Agar siz norasmiy ishlasangiz, qo'lingizga naqd pul olsangiz, lekin hujjatda hech narsa bo'lmasa, keyin shu yillarimni qo'shing deyish juda qiyin bo'ladi. Yana bir nozik jihat. Qarindoshlar pensioner nomidan hujjat yig'sa, ishonchnoma masalasiga e'tibor bering. Farzand ota-onasi uchun arxivga, bankka, davlat organiga borishi mumkin, lekin ayrim hollarda notarial ishonchnoma talab qilinadi. Men o'g'liman deyishning o'zi yetmaydi. Shuning uchun keksa ota-onangiz qiynalmasligi uchun oldindan ishonchnoma rasmiylashtirish, hujjatlarni tartibga solish foydali. Yana shuni unutmang. Pensiya masalasida har bir hujjatning sanasi, raqami, imzosi, muhr yoki elektron tasdig'i ahamiyatli. Hujjatda tuzatish bo'lsa, ustidan chizilgan joy bo'lsa, ism xato yozilgan bo'lsa, organ qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Masalan, Abdullayev o'rniga Abdullayev yoki Gulnora o'rniga Gulnoza yozilgan bo'lsa ham muammo tug'ilishi mumkin. Shuning uchun hujjat olgan zahoti tekshiring. Xatoni keyin emas, darhol to'g'rilatish osonroq. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi ogohlantirishning eng muhim mazmuni shuki, pensiyaga qo'shimcha haq, ustama yoki qayta hisoblash faqat rasmiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Ishlagan bo'lishingiz, mehnat qilganingiz. Haqli ekaningiz juda muhim, lekin davlat organi buni hujjat bilan ko'rishi kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy bilet, tibbiy xulosa, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari. Mukofot hujjatlari, rasmiy ariza va yozma javoblar sizning asosiy himoyangizdir. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, yetishmayotganlarni aniqlang, arxiv va pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Ba'zan bir dona topilgan ma'lumotnoma odamning pensiyasini sezilarli oshirishi mumkin. Ba'zan esa kelajakdagi nizoning oldini oladi. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan, qayerdan topgansiz? Pensiyangiz qaytada hisoblanganmi yoki rad javobi berilganmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan to'g'ri ma'lumot ko'p pul, ko'p asab va ko'p vaqtni tejaydi.